bizani kuzatadigan quruvchilar bormi? Legendarniy Shayxon Tohir tuman O'zbekiston mahallaga kelganmiz. Sotig'ini 46 ming dollardan qo'ydik. Mahallani ko'ryapsiz, keng, katta ko'chadan 300 metr oraliqli masofa. Fasad 20 bo'ladi, ichkariga 40, 833 sotuq. Ketdi, ichkarini ham bitta qisqacha ko'rsatib bering. Bismillah deb xonadon kiramiz. Xonadon shunaqa chiroyli holatda xonadon egalari yashab turishgan ekan. Ma'lum bir sabab xonalarni video syomka qilmadik. Xonadonni ko'ryapsiz, kirishingiz bilan kulib turibdi. Chiroyli lokatsiya. Quruvchilarga optimal variant. Endi yashayman desangiz ham chiroyli narxlarda chiqyapti. 830 sotuq 9 ta xonasi bor. Sotig'ini 46 ming dollardan baholab qo'ydik. Raqam qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot barakasini qilsanglar bo'ladi. O'zbekiston mahalladan, xuddi shunaqa lokatsiyadan chiroyli yer so'raganlarga tashab qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, obuna bo'lishi esdan chiqmasin. Sirrochniy sotiladi. Xonalarni ham olmadik. Raqam qoladi. Tezkor sotuv, barakasini qilib olsanglar bo'ladi. Yana kelishtiradigan joylar bor. Agar aka-uka bemalol yashayman desanglar ham, sizlarga ham pozolat qiladigan xonadon, xonalari 9 ta juda ham chiroyli lokatsiya, yaxshi narx, yaxshi joy bo'ldi. Bu yerda suv, svet, gaz, kanalizasiyani etish ham hojat yo'q. Bu yerda muammo yo'q. Raqam qoladi, qo'ng'iroq qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.